Mazkur tadbirda ustozning hayot yo'li, ilmiy va ijodiy faoliyati, shuningdek, milliy madaniyatimiz rivojiga qo'shgan beqiyos hissasi haqida so'z yuritilmoqda. Eng muhimi, davlatimiz rahbarining tegishli farmoni asosida ustoz Aziz To'rayev Mehnat Shuhrat ordeni bilan taqdirlandi. Farmonni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'qib eshittirdi va yuksak faxriy unvon topshirildi. Sizlarni ishontirib aytmoqchimanki, men shu yoshga kelib, agar qo'limdan yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani qilishga tayyor. Institut jamoasidan iltimos qilardimki, institutni ta'lim-tarbiya, o'quv-tarbiya hamma ishlarini yaxshilab, bunda yaxshi kadrlar chiqarishga harakat qilishimiz kerak. Shu institutni tamomlagan yaxshi aktyorlar, ashulachi, qo'shiqchilar, madaniyat tashkilotchilari respublikamizning turli burchaklariga borib xizmat qilishi. Bugungi kunda ustoz ijodkor Aziz To'rayev Mehr va Muruvvat jamoat fondi rahbari sifatida faoliyat olib bormoqda. U professor ilmiy unvoniga ega bo'lib, madaniyat va san'at masalalariga bag'ishlangan 100 ga yaqin ilmiy ishlar muallifidir. Shuningdek, ustozning yaqinda nashr etilgan Sharof Rashidov siyratiga chizgilar asari keng jamoatchilik va ziyolilar orasida katta qiziqish uyg'otib, e'tirofga sazovor bo'lmoqda. 25 yil davomida bu chorak asr degani shu madaniyat institutining rektori bo'lib faoliyat ko'rsatgan paytlaringizda bir necha 10 minglab shogirdlarni tayyorladingiz. Bu shogirdlaringiz hozir xalq uchun, vatan uchun kuyib yonib ishlashda davom etyapti. Aziz Apoqovich, siz o'zingizni faoliyatingizda bunday qaraydigan bo'lsangiz 70 yillik faoliyat. 70 yillik faoliyatingizda yoshlarni tarbiyalash bo'yicha juda ham katta bir maktab yaratdingiz. Sizni faoliyatingizga hammamiz havas qilamiz. Mehnatingiz, qilgan faoliyatingiz o'ylaymanki, bugungi mana shu 38 million aholini 60%ni tashkil etuvchi yoshlar uchun juda ham katta o'rnak, katta maktab. Tadbir davomida yana bir muhim mukofot sifatida O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan Aziz To'rayevga oliy ta'lim a'lochisi ko'krak nishoni topshirildi. Mazkur mukofot ustozning ta'lim sohasi rivoji, ilmiy kadrlar tayyorlash hamda yosh avlodni qo'llab-quvvatlash yo'lidagi xizmatlariga berilgan yuksak baho sifatida qayd etildi. Hurmatli Aziz Apoqovich, siz O'zbekistonni taraqqiyot bosqichini 4 ta davrini qomusiy olimisiz, ensiklopediyasisiz. Shogirdlarini shu nevara shogirdlar mabodo biz bo'lsak, mana bu yerda evara-chevara shogirdlar bor. Shularning davrasida doimo 100 yoshlardan o'tib, mana hozir 90 yoshda qanaqa ishlash kerakligini ko'rsatib berdingiz. 120, 130 yoshlarda ham shunaqa ishlash kerakligini o'rnak qilib bering va sizdan o'rnak olib, sizga ta'assub qilib yuraylik deymiz. Tadbir so'ngida Aziz To'rayevning hayot yo'li va ijodiy faoliyatiga bag'ishlangan fotosuratlar namoyish etildi. Shuningdek, musiqiy chiqishlar tadbirga bayramona ruh bag'ishladi. Zokir Mo'minov, Salohiddin Ro'zimov, bugun dastur uchun.